Endi orqaga o'tishda ikkinchi holatni o'rganib chiqamiz. Ya'ni oyoqni orqaga shunaqa prigit holatida o'rganib chiqamiz. Bunda birinchi qilgan ishimiz oyoqlar bukilgan holatda o'ngga chapga oyoqni o'rganib olamiz. Ya'ni shu yonga qayrilib chekkan, masalan, yiqilayotgan holatda, masalan, yiqilmoqchi bo'lganingizda oyoqni yonga qo'yasiz. Xuddi shu holatda mana orqaga o'tishni o'rganamiz. To'g'ri turasiz, oyoqni burilgan holatda o'ng, chap, o'ng, chap. Xuddi shu ko'rinishda oyoqni harakat qilasiz. Shunda orqaga o'tishingiz bemalol sekin-sekin o'rganib olishingiz mumkin. Mana prigit oyoqni talchoq qilib, sekinlik bilan yiqilgan holatda, masalan, o'ngga yiqilasiz-ku, o'sha oyoqni yonga qo'yasiz. Mana 1, 2. Mana shu ko'rinishda bemalol orqaga o'tib keta olasiz. Faqat buni sekinlik bilan o'rganib, iloji boricha qo'lingizni ochib olib o'tsangiz, osonroq bo'ladi. Xuddi shu narsani chap tarafga qarab keling. Mana qiynalmoqchi bo'lsa-da, o'sha yonga tashlash kerak. Yon tarafga. Xuddi shu holatda bemalol o'tib o'rgansanglar bo'ladi. Shu kabi videolar chiqishi uchun menga obuna bo'lib, podpiskaga tashlab qo'yinglar.